Assalomu alaykum akalar. Mana Maz avtomobili. Avtomat korobkaning moyini almashtirish. Mana bu 1, bu 2. Bu filtrlar turadigan joyi. Mana bu 3-chi. Xo'p. Moy to'kiladigan joyi. Keyin mana bu yonboshda grantaning yonboshida moy urin tekshiriladigan joyi. Tepada tak. Mana bizlarda mana bu moyni qo'yapmiz. DST. Hozir sizlarga moy qo'yiladigan joyni ko'rsataman. Akkumulyatorning tagida bo'ladi bu. Moy qo'yiladigan joyi. Moyni qo'ygandan keyin yonboshda granataning yonboshidagi yechib, urini tekshirasizlar. Tepadagisi sredniy bo'ladi. Sredniy tushadi.